Oğlum, endi oilaviy biznesimiz seniki. Ata bizda oilaviy biznes yo'q-ku. Top. Kulib turib sovuq quchar do'st deganing, to'rt tomondan qoning ichar do'st deganing, o'lmasingdan kafan bichar do'st deganing, o'lmasingdan kafan bichar do'st deganing. Voy, mavlani, to'r o'rning. To'r uxlab yotishlar, qarashib tur. Ish vaqtida nima uxlab yotibsanlar? Ertalab soat 4gacha futbol ko'rdik. 4gacha? Futbol soat 1da tugadi-yu. Birda tugadimi? Ha? Ey, to'shini birda tugadimi? Qaramiz 4ga tugadi-da. Voy. Shu to'g'risi bor. Ha, hay. Yo'qchilik qursin yo'qchilik. O'rtog'im anchadan beri ishi yurishmayotdi. Pul topolmayotdi. Nima ish qilsa ham o'xshamayotdi, xullas. Oxiri majburlikdan folbinga boribdi. Folbinga borib, qachon meni ishim yurishib ketadi desa, sanga debdi, tez orada ustingga shunaqa ko'p pul tushadi, shunaqa ko'p pul tushadi, o'zing yo'qotib qo'yasan debdi. Yo, aytgani bo'pti. Bu ertalab o'rtog'im ustiga bankomat tushib ketib qoldi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana qizil kitobga kirgizilgan eng zaharli ilon bor-ku, kamyob. O'sha meni xotinimni chaqib oldi-da, shunga zaharni kesishga dori bormi? Bering tezroq. Bu xotiningizga? Yo'q, ilonga. Saqlab qolaylik, qizil kitobga kirgizilganda, aka u. Iltimos, bering. Voy, hozir bitta shunaqa ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Taxo bor, katta mashina. Ha. Matiz 120 tezlikda kelib turib, taxoning orqasiga urdi-yu. Nima bo'ldi? Voy, voqea joyidan qochib ketdi uri. Matiza? Ha, g'ay xodimlari keldi, hamma keldi, qidiryapti. Yo'q Matiz. Keyin nima bo'ldi? Ha, qochmabdi, просто taxon bagajiga kirib ketib qolibdi. Kassa pravga olib borishganda chiqib ketdi ichidan. Matiz haydaydiganlar, ehtiyot bo'linglar. Jonmi, hamyonmi? Ijarada kvartirada turaman. 4 ta bolam bor. Televizor, xolodilnik, konditsionerlarni kreditga olganman. Katta qizimni bo'yi yetib qolgan, aka. Sarfa qilishim kerak. Kichkinamni bog'chasi bor. Mashinam arendada 17 ta ishrapim bor. Xotinim tishlarimni to'g'irlab bering, shu bor bering deyapti, aka. Bankdan kreditdan qarzim bor, aka. O'ldirvarlar. Assalomu alaykum. Bugun maxsus maydonchamizda to'g'ri harakatlanishni o'rganamiz. Ulug'bek aka, tayyormisiz? Harakatni boshlang. Gavring. Chapga. Gavring. O'ngroq oling. To'g'riga, yaxshi. Haqiqiy erkak ertalab vohli turib, yuz qo'lini yuvinib, kiyinib, xudo o'zing sharmanda qilma deb uyiga ketadi. Ulug'bek aka, men taniyman, tanib turibman. Lekin zaharli dori so'rayapsiz. Juda xavfli u dori. Men uni doktorga retseptsiz bera olmayman, Ulug'bek aka. Mana retsept ko'rsatyapman-u. Qaynanangiz rasmi to'g'ri kelmaydi aka. Shohjahon, qarz olgan odam bilasan qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q bo'lib qoladi. Oqibatda uzib yuboradi, telefonlarga javob bermaydi, hayotdan chiqib ketadi. Nima qilyapsan? Kes senga qarz bering. Yo'q, addushi, qaytarishing shart emas, so'ramayman ham. Shoshma. Shu любой bitta terrorist bilan, jinoyatchi bilan gaplashib til topsa bo'ladi, lekin jahli chiqib turgan ayol bilan til topishib bo'lmaydi.
Ya senga emas, o'zim shu. Hammani uyida asal bor a. Mana shu asalni ko'rib bitta latifa esimga tushib ketdi. Yosh paytimizda bo'lardi. Jimta bir yosh bolacha asalga barmog'ini tiqib asalni kovlab o'tirsa, bittasi kelib so'raydi: "Ha bolam, nima qilyapsan?" "Asalni oyog'ini qidiryapman." "Yo'q, asalda oyoq bo'lmaydi" desa bola, "Bo'larkan, kecha eshitdim, kecha kechqurun dadam, asalning muncha oyoqlaringiz yumshoq dedilar." Xotinim hozir urushib qolganimizda nima deydi? "Ulug'bekka bo'ldi ajrashamiz. Mashinani ikkiga bo'lamiz. Jentramanga kiradigan mashina sizga." Adolat qani? Ikkalasi ham o'zi meni pulimga kelgan. Yana bo'lisharmish. Assalomu alaykum xudoyim bandalari. Hozir yoshligim o'tgan, bolaligim o'tgan mahallaga keldim. O'sha men yashagan uyni ko'rdim. Kirib, bir bolalikni eslayman, xotirlayman deb eshikni taqillatib mana hovligacha kirdim. Lekin meni haydab chiqarishdi. Bir xil payt ota-onam ham oshirib yuborishadi-da meni. Mayli ada oyi, hop. Qadimgi zamonda qabilalar yomg'ir yog'masa o'zlarining rituallarini qilib qurbonlik qilishgan. Qurbonlikka qiz bola bo'lgan. Hozir unaqa qurbonlik qilish shart emas. Hozir shu mashinani mo'yka qilsang bo'ldi, shunday yomg'ir yog'ib beradi qaytib. Просто prinsipda mashinani mo'yka qilgan payti yomg'ir yog'adi. Hozir ertalabda zavtrak qilaman deb dasturxonga o'tirsam, bitta kichkinagina tishlangan shokoladli bo'lagi bor ekan. Shu uvol bo'lmasin deb turib, endi olib og'zimga solaman desam, xotinim to'xtatdi meni. "Ulug'bek aka, yemang. O'g'lingizniki" dedi. Shunda kattalarning bir gapi bo'lardi. O'zi yemasdan yedirgan, o'zi ichmasdan ichirgan degan gap esimga tushib, xo'rligim kelib, zavtrak ham qilmasdan ko'chaga chiqib ketdim. Ko'chaga chiqib, rosa shokolad oldim o'zimga, qarang. Zato butun. Sen ko'chada kimgadir qarayotgan payting, u yoqda kimdir seni halolingga qarayotgan bo'ladi degan gap bor. Shuning uchun ham biz o'zbeklar halolimizni ishlatmasdan uyga o'tkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum, ras. Voy o'rtoq. O'rtoq, uzr, men kelinni yaxshi bilmayman, shuning uchun senga baxt tilolmayman. Kelin poshsha, men kuyovni yaxshi bilaman, shuning uchun sizga baxt tilolmayman. Xullas, qozoningni o'chog'i bo'lsin, birinchi bolangni. To'ylar muborak. Men birinchi travmamni bolaligimda Qirol Sher multfilmidan olganman. Qirol Sher dadasi o'lganda o'shandan ta'sirlangansizda. Yo'q, o'sha multfilmni diskning ustiga odamlar